Ey mo'minlarning amiri, vaqtingiz oz qoldi. Qanday vasiyat qilmoqchi bo'lsangiz, hozir qilib oling. Va Umar radhiyallohu anhu shunday ham qiladilar. Birinchi bo'lib o'g'illar Abdullohni chaqiradilar va aytadilarki, ey Abdulloh, sen atrofni aylanib chiqib, kimlarda qarzim borligini aniqlagin va o'sha qarzlarning har bir dinorini to'lagan. Mening bir istagim bor. Subhanalloh, o'limdan oldingizdagi Oysha radhiyallohu anhoning oldiga bor va unga mening salomimni yetkaz. Unga mo'minlarning amiri sizga salom yo'lladi dema. Umar salom yo'lladi degan. Chunki men bundan buyog'i mo'minlarning amiri emasman. Va unga aytgan, Umarning bir iltimosi bor, lekin bunga rozi bo'lmaslikka, yo'q deyishga sizning to'liq haqqingiz bor. Undan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu dafn qilingan xonadagi oxirgi joyni menga berishlarini iltimos qil. Oysha onamiz radhiyallohu anhu aytadilar, men har doim u joyga o'zim dafn qilinaman deb orzu qilar edim. Men o'zimning erim va otamning oldiga ko'milishni orzu qilar edim. Lekin men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nazdida Umar qanday o'rinda bo'lganini bilaman deb Umarning iltimosiga ijobat qiladilar. Abdulloh ibn Umar otasining oldiga qaytganda Umar osmonga qarab zo'rg'a jon saqlab turgan edi. U o'g'li Abdullohni qaytganini ko'rib, meni o'tirg'izib qo'yinglar deb Abdullohga oldimga qanday xabar bilan kelding deydilar. U esa sizning oldingizga sizni xursand qiladigan xabar bilan keldim deydi. Umar alhamdulillah deydi. Bu men xohlagan yagona narsa edi. Ya marhaba.